Mushugim qarash yana. Hatto mushugimga ham qiziqdi. Lak tahorat o'tkazmasligini men yozgan insonlardan-da yaxshi bilaman. Samiya qizim oxirgi qo'ygan videolarimda ayrim insonlar, hammasi demaylik, mana shu tirnog'ingizdagi lakmi, hijob o'rabopsiz o'zi, lak qo'yibopsiz, lakmi bu xinami, rosa e'tibor berishdi. Meni gapirayotgan gapimga emas, tashqi ko'rinishimga e'tibor berishdi. Tushunyapsanmi? Buni lak hisoblab, muhokama qilganlar qancha. Ro'mol o'rabopsan, tirnoqqa lak qo'yish tahoratni o'tkazmaydi. Nima demoqchiman qizim? Bu narsa ham ibrat bo'lsinki, birovni bilib bilmay muhokama qilib bo'lmaydi. Lak tahorat o'tkazmasligini men yozgan insonlardan-da yaxshi bilaman. Dinimni ahkomlarini alhamdulillah bilaman. Va nohaq, noo'rin muhokama o'sha insonni dilini xira qiladi-da. Va u yaxshi emas. Seni nomay amolingga o'sha inson dilini xira qilding deb yozib qo'yiladi. Shuning uchun hech qachon, bolam, hech qachon kimnidir tashqi ko'rinishiga qarab yoki qaysidir bir qilig'iga qarab mutlaqo baho berib tashlama, xo'pmi? Avval kuzatishga harakat qil o'sha insonni, u bilan suhbatlash, keyin xulosa qilgin. Ko'r-ko'rona shunda xulosa chiqarish bu yaxshi emas, dil og'riqlarga sabab bo'lib qolishi mumkin.